tabiiy antibiotik haqida eshitganmisiz? Antibiotiklar faqatgina kimyoviy yo'l bilangina hosil bo'lmaydi. O'zi umuman antibiotiklar deyarli 1920-yil boshida chiqqan bo'lib, bu birinchi antibiotiklardan biri pensilin hisoblanadi. U tushunishingiz uchun boshida 1001 doza, hozirgi kunga esa kelib bizning antibiotiklar deyarli 1 million 1 dozada qabul qilinadi. Kun kelib esa balkim antibiotik chiqmasligi ham mumkin. Agarda siz tabiiy antibiotikdan foydalansangiz, organizmda deyarli hech qanday zarar ko'rmaysiz. Bunda misol kustal hindi o'simligi bor, ya'ni lotinda quas deyiladi. Bu o'simlik tabiiy antibiotik hisoblanadi. Undagi olinadigan tomiridan va ildizidagi tukunlar aynan organizmga deyarli 20 ga yaqin aminokislotalarni yetkazib, sizni shamollashdan, infeksiya va yomon bakteriyalardan himoya qiladi. Agarda siz yana ham tabiiy antibiotik haqida batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, nimalar tabiiy antibiotikka kiradi, shu haqida qiziqayotgan bo'lsangiz, biz sizga direct orqali albatta nimalar kirishini yuboramiz. Faqat hoziroq izohlarda antibiotik so'zini yozib qoldiring.